Aleyhissalatu vesselam hech qachon la'nat aytib qarg'amadilar. Biz qarg'ashga o'tib ketyapmiz. Ozgina bir odam yomonlik qilsa qarg'aymiz. Internetda bitta odam bitta xato qilib qo'ygan bo'lsa, to'xtamasdan uni qarg'aymiz. Haqorat deymiz. Kechira olmaymiz bir-birimizni. Payg'ambarimiz alayhissalatu vesselam sajda qilib turuvdilar Ka'bani oldida. Kofirlar kelib hayvonni ichini, qornini yorib olib kelib boshlariga kitirib qo'ydilar. U bosh uchun jonimizni berishlikka loyiqmiz azizlar. U boshni uchun butun umrimizni berishga rozimiz, lekin shu boshga badbaxtlar olib kelib najos kiydirdilar. Sahobalarning birortasi kelib olishlikka jur'atlari yetmadi. Qo'rqib turdilar. Go'dak holatida turgan Fatima-i Zahro onamizgina kelib oldilar. Bilasizmi, dunyoda eng ota uchun qiyin holat qanday holat? Farzandini oldida behurmat bo'lish. Qizlarini oldida, suyukli qizini oldida Rasulimiz alayhissalom sajda qilib turgan holatida mana shu beodoblik bo'ldi. Qizlari yugurib kelib boshidan axlatlarini oldilar, mahkam quchoqlab yig'lab yordilar. Haligilarga la'nat aytdilar. Rasulimiz alayhissalom, qizim, ular bilmasdan qilyaptilar dedilar. Ular bilmasdan qilyaptilar dedilar. Faqat shunaqa deyardilar, xolos. Bular bilmasdan qilyapti-da deyardilar. Qarg'amadilar. Hatto muborak dahanlariga kamon o'qi kelib tekkanda ham qonim yerga tushmasin dedilar. Ummatga balo kelmasin dedilar. Lekin biror marta azizlar qarg'amadilar, hammani kechirdilar. Modomiki biz ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, kechirimlik bo'la olaylik azizlar. Allohdan uyalaylik. Alloh haq azza va jalla bizni gunohlarimizni kechirib turibdi-ku. Andisha qilmaymizmi? O'zimiz o'ylanaylik, shu yerda o'tirgan hammamiz, mayli, boshqani hayotini bir chekkaga qo'yaylik. O'zimizni o'tmishimizni bir o'ylaylik. Agarki o'zimizni aybimiz bilan mashg'ul bo'lib qolsak, o'zimizni gunohlarimizni o'ylanishlik bilan, tavba bilan ovora bo'lib qolsak, boshqalar bizni ko'zimizga ko'rinmay qoladi azizlarim. Alloh arhamar rohimin ekan bizni kechirib turibdi. Odam alayhisalom bilan momo Havo onamiz jannatda Alloh qilma degan ishni qilib qo'yganda birinchi bo'lgan ishi avratlari ochilib qoldi. Agar bizni ham gunohlarimiz uchun avratlar ochilib qolishlik bo'lganida